Assalomu alaykum azizlar. Men ona yurtim Namangandaman. Namangan viloyati, Namangan tumanidaman xullas kalom. Va ona yurtimizda bir ajoyib ishlab chiqarishni ko'rib juda ham quvondim. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, kanalizatsionni bochkalar ishlab chiqaradigan ajoyib sex tashkil qilishibdi. Qarang qanaqa qulaylik. Bundan 10 yil oldin ham 5 yil oldin ham bunchalik sharoitlar yo'q edi. Hozir qarang, tadbirkorlar shu darajada jonlarini jabborga berib ishlashyaptiki, jonlari sog' bo'lsin deymiz. Kanalizatsionni bochkalar 3 tonnaligidan tortib, yog'i 50 tonna, 40 tonna buyurtmangizga qarab yasab berishaverar ekan. Va men mutaxassislardan biri mana shu maskanni ochib yurgizayotgan ishbilarmonlardan biri, tadbirkorlardan biri Muzaffar. Joningiz sog' bo'lsin. Va alaykum assalom uka. Sog'liksizmi? Charchamang. Charchamang. Xudoga shukr, sog' salomatgina. Juda katta ishga qo'l uribsizlar. Ha, xudo xolasa endi mana shu yurtimizga, davlatimizga bir xizmat qiladigan ishlar qilib qo'ydik bu yerda. Jamiyatga nafimiz tegiz, baraka toping. Muzaffar, mana bu ham shu kanalizatsiya, bular ko'miladi, Muzaffar. Bu yer tagida qoladigan. Ha, shunday. Bular ko'miladi. Yana aytyapman, kanalizatsion bochkalar bu yerning tagida qoladi va menga tushuntirishlari bo'yicha bu axlatlar tushadi. Bu filtrlanadi buni ichida. O'sha quyi qumlarini, keraksiz, o'sha yaramas narsalarni hammasini o'zida olib qolib, filtrlab. Ular mutaxassis o'zlari tushuntirsalar. Muzaffar, bu yerda hozir 3 ta teshik ko'ryapman. Bu mana shu общий gryaz birinchi kameraga kelib tushadi. Bu общий gryaz. Общий gryaz. Bu vaqtlar kelib har xil narsa tushib qolsa tozalash uchun. Ya'ni avariyaning holati uchun. Bu uchinchisi dimoxod uchun. Dimoxod uchun. Qandaydir har xil tush bo'lsa tepaga dimoxod bo'lib chiqib ketishlik uchun. Bulardan bitta turba ulab tepaga chiqariladi, ko'tariladi. Qolgani hammasi yer tagida qolib ketadigan narsa bo'ladi. Bundan chiqishi texnik suvgalar yerga atrofiga yo'q drenaje qilib, suvga yerga singib ketish uchun. Demak, yerga singan taqdirda ham bundan chiqqan suv haligi atrofdagi haligi ekin tikinlarga, agarotlarga sug'orishga ishlatsa ham bo'ladigan, sug'orishga ishlatsa bo'ladigan suv ziyoni bo'lmaydi umuman. Ziyoni bo'lmaydi. Ajoyib, ko'z tegmasin. Mana buni tadbirkor deydi, mana buni ishlab chiqarishlari deyshadi. Va ularni ko'rib turibsizlar atrofini. Hammasi shu jamiyat uchun azizlar. Kelajakda kerak, men o'zim ham ko'rib niyat qildim. Kelajakda xudo xolasa bir hovli qilish niyatimiz bor va busiz bo'lmaydi azizlar. Qani ichkarini ko'rsatamiz. Xo'p, Muzaffar, mana bu qo'lingizda turgan narsalar nima? Shunga o'zini oydinlik kiritsangiz. Bu maxsus bakteriyasi, shu yo'nqislar uchun. Bakteriya shu tushgan axlatlarni bu vazifasi parchalab suvga aylantirib beradi. Bakteriyalar. Bu bakteriyalar o'sha tushgan axlatlarni, har xil gryazlarni shu suvga aylantirib parchalab beradigan maxsus bakteriya. Muzaffar, buni qancha muddatda solib turiladi? Bu yiliga 4 marta solib turiladi bu bakteriyalar. Bu donasi necha puldan bo'ladi? Bu donasi 50 ming so'mdan. Yiliga 200 ming so'm ekan, xolos. Yiliga 200 ming so'm. Azizlar, to'g'ri tushunasizlar. Ba'zida bir joyga borib 3 ta ulpat o'tirsak ham 200 ming tashlab chiqib ketyapmiz. Shunday. Arzimagan pul bo'lib qoldi. Juda yaxshi, ko'z tegmasin. Demak, bu dastavkalar ham bor, ha? Dastavka O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz kelishilgan holatda vodiyga dastavkasi bilan qilib beramiz, Toshkentga ham dastavkasidan qilib beramiz, montajlarimiz bor. Vohaga ham, qayerga bo'lsa ham dastavkalar bor, kelishilgan narxda. Mana bu ko'rib turganinglar, videomizni boshidan boshlab ko'rib turgan mana bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar, murojaat qilinglar, bemalol shaxsan mutaxassislarning o'zlari bilan bog'lanasizlar azizlar va bunday chiroyli imkoniyatlardan foydalaninglar. Mana shunday yurtimizda ishlab chiqarishlar hech qachon to'xtamasin. Azizlar, mana bu ko'rib turganinglar 50 tonnalik bachok ekan. Kanalizatsion bachok. Bu 50 tonnalik. Yana o'sha gap, kelishuvga qarab, buyurtmalarga qarab 50 tonna deysizmi, 80 tonnalik deysizmi, yana elektron variantdagisini ham qilib berishar ekan. Bemalol tokka ushlaydiganlar. Asosiysi murojaat qilinglar.